Uy sharoitida mana shunday po'kaklardan katta biznes qilsangiz bo'lar ekan. Bu qanday biznes egalariga hozir noldan tushuntirib beramiz. O'zbekistonda yangilik. Akalar ishlab chiqaruvchi akalarimizdan oddiy o'zining uchastkasida yangi biznes ishlab chiqarishdi. Ya'ni devorlarga terma panellar akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu bo'lganda ham oddiysidan emas, bir-birini orqasiga mana bunaqangi hop yaqinroq ko'rsataman. Uzorlari bor akalar, ya'ni qarab turinglar mana. Bu tomondan shuni ko'rsatsak, birorta choki qolmaydi akalar. Biz xudo xolasa narx-navosini yoritib beramiz hamda akalarimiz stanoklargacha ishlab, shogirdlar chiqarishyapti ekan. Quyish jarayonidan ustunovka xizmatlarigacha narx-navosini yoritib beramiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tinchmisiz aka? Rahmat, Allohga shukr. Juda bir chiroyli ish boshlayapsiz. Bo'lmasa aka, buni ishlab chiqarishini-yu, apparat uskunalarini xalqimizga, O'zbekistonga aka, nima deb bir o'rgatamiz endi chiqarishlarni. Avvalambor assalomu alaykum obunachilarimizga. Xudo xohlasa hammasini qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz. Xudo xolasa. Qayerdan boshlaymiz? Mana qishki mavsumga tayyorgarlik qilib sushilka qilganmiz. Shuni ichidan bir oshdan sekin, ya'ni bu shunaqangi bizneski qishin yozin to'xtamaydi, sezon tanlamaydi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Siz aytib o'tganingizdek, qishin yozin to'xtamayapti. Hozirgi kunda juda chiroyli holatda. Chunki bizni xalqimizda bitta odatimiz bor. Qachonki bizdan yoz sovuq o'tsa, o'shanda issiq qilishga harakat qilamiz yoki issiq o'tsa, o'shanda salqin qilishga harakat qilamiz. Qishda g'amini qishda yeymiz. Qishda g'amini qishda yeymiz. Shunaqa aka. Bo'lmasam men kamerani o'zim olaveraman, xudo xolasa, bir boshdan aka. Hoji aka, buni orqasida ya'ni po'kaklari bor ekan. Buni mahsulotlari, hali noyob narsa emasmi? Bu biznesni boshlagan odam qiynalib qolmaydi ertaga. Inshaalloh bu biznesni boshlagan odamga o'sha o'zimiz qayerdan olyap turgan bo'lsak, birinchi qo'l zavodni nomerini beramiz. Kelib, hammasiga qiziqqan odam kelishsin, ko'rsin, ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab, ustida xudo xohlasa gaplashamiz. Inshaalloh chiroyli holatda hammasini o'rgatib, apparatlarni dastavka qilib beramiz. Buni Pinaplex'i qaysi viloyatda bo'lsa, o'sha viloyatdan zavod nomerini beramiz. Ya'ni bor hamma bor. Undan tashqari mramorniy kroshka qayerdan olyap turgan bo'lsak, o'shani beramiz. Ximikatlari qaysi viloyatdan bo'lsa, o'zlariga yaqin joydan nomerlarini berib, xudo xohlasa ish boshlayman desa, qo'limizdan kelgancha yordam berib, ishni yurgizib ketishiga qo'limizdan kelgancha hissani qo'shib beramiz. Juda ham go'zal. Endi hoji aka, devorni bu sokil qismiga shekillar. Ha, bu sokolga. Ya'ni o'sha aytgan nima deyardim uni? Versace fason. Versace fason deydi. Buni bitta nimamiz bor. Qanaqa rang bizga aloqaga chiqsa, mahsulotga agar xaridorlar bo'lib qolsa, aloqaga chiqsa, biz kataloglarda qilingan ishlarni tashlab beramiz. Ya'ni bu joyda qarang, mahsulotlaringiz haligi bir xilgilarnikini ko'zimiz tushgan, qilgan imoratlarni borib bitirganda yupqa bo'lardi. Bu anchagina qalin ekan sizniki bu. Buni bosma, qalin. Biz bu holatga yetib kelguncha o'zimizga ayon qiyinchiliklar bo'lgan. Buni yuqasidan ham bo'ldi, sepmasidan ham bo'ldi. Olib borib yopishtirgan joyimizda birak bo'lib chiqib keldi. Bu o'shani ishi ustida ishlab yurib, Allohga behisob shukrlar, hozirgi kunda qilgan ishimizga inshaalloh shu etapga yetib keldilaring mana. Ha. Ko'zlar ochilib, kam ko'zlar yopilib. Lekin oson bo'lmadi. O'ziga yarasha mashaqqat, o'ziga yarasha qiyin. Lekin Allohga behisob shukrlar bo'lsin, hozirgi kunda yaxshi. Sir bo'lmasa, mana shu biznes orqasidan oyiga o'rtacha, balandini ham aytmaylik, eng kamini ham aytmaylik, o'rtacha qancha miqdor daromad qila olyapsiz o'zingiz? Xo'p, endi biz o'zimiznikini to'g'risi ommaga chiqarmay qo'yaveraylik. Bitta lo'nda qilib aytganimda, bitta inson Rossiyaga yoki Qozog'istonga borib $1000, $1,500 pul topar. Shu pulni inshaalloh sheyda topadi. Xudo xolasa. Bo'lib ham bir kishi emas, 2-3 ta oilani 2-3 kishi ishlasa, 2-3 ta oilani o'sha Rossiyadagi topgan pulni mana shu yerda topishadi.
Ya'ni bitta xonadonda ikkita uchta aka bo'lib, ya'ni ko'chib chiqib ketishgan deylik. Aka-ukalar bitta bo'lib turib, bemalol bu biznesni hamjihatda boshlasa bo'ladi. Xuddi bizga o'xshab, hamjihatda qilsa ham barakali bo'ladi. Shunaqa. Yana bitta narsa, biz aytgan misol summani shu biznesdan shuncha miqdorda summa topadi desak, odamlar Sirazi pulni o'ylab qoladi. pulni o'ylab qoladi. O'zi aslida hammamiz ham ishlatadigan pul. Faqat bu narsani o'sha oyda o'zida yoki oliboq o'sha kunda o'zidan u pul yo'q. Uni o'ziga yarasha vaqt, sabr, mashaqqat. Lekin biz uddasidan chiqib, bor narsani qilib ko'rsatib, keyin gapiryapmiz. Sizni ham butun O'zbekiston tanib oldi. O'zi vodiyda nechta bloger bo'lsa, hammasi bilan diviziyangiz bor. Albatta, ishlab chiqarilgandan keyin o'zini qo'ni-qo'shnisi bilgandan tashqari, ya'ni blogerlarga ham reklama qilgizsa, savdo sotig'i o'zlariga nima deydi, osonroq bo'lardi. Mana shu kamerani ushlab tursangiz, xudo xolasa, Bismillah. bir ishqiboz bo'ldim. Ya'ni hamyurtlarimizga ko'rsatib beraman. Bu oddiy to'rtburchak emas ekan, har bittasini qirg'og'ida o'zining nimasi bor ekan, ya'ni Kanatkasi bor, ha. bir-birlariga ulanadigan shunaqangi narsalari bor ekan. Devorda stigi pashti bilinmas ekan. Mana bu joylarini o'sha yerga o'tganda bolgarka tozalashib, chiroyli qilib chiqarilgandan keyin Обработка qilamiz. go'zal bo'lib chiqadi. Bundan tashqari mana bu chorniy holatini ulaydigan bo'lsak ham mana bu hali ustiga qo'yilmagan. Ha, bu yarim tayyor mahsulot. Yarim tayyor. O'rtasiga qo'yaveraylik mana. Stiglariga e'tibor beramiz. Juda ham bir ajoyib bo'lib uzoq yaqindan qaragan odamga bitta devor bo'lib ko'rinar ekan. Bu hozir tekis yerda bo'lmadi, o'sha nima devorga chiqqandan keyin stiglari umuman bilinmaydigan holatga kelib qoladi. Ana endi usta akalarimiz devorlarga ustunovka qilishyapti deylik. 1 kvadratini nech puldan qilib beryapsiz xalqqa? Termopanelli 1 kvadrati O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida 90 ming so'mdan yetkazdirib beramiz. Dovondan iyag'iga, perivaldan iyag'iga 100 kvadratdan oshiq bo'lsa, dastavkasi tekin 90 ming so'mdan yetkazdirib beramiz. 90 ming so'm. Vodiyning ichida 50 kvadratdan baland bo'ladigan bo'lsa, yetkazdirib beramiz Dastavkasi ichida bu ham. Juda go'zal. Ana endi aka, bu devorga nima bilan yopishtiriladi? Reyka qadash kerakmi orqasiga? Buni yo'q, reyka qadalmaydi. Devorni holatiga misol pena blok, gaza blok, shlaka blok, bulardan bo'lsa kafilni kilayga yopishtiriladi. Nari tomonga yopishtirganlar Ha. bor. Yopishtirganlarimiz bor, o'sha tomonga o'tib ko'rsak ham bo'ladi. Bunga uzil kelsa reyka, boshqa narsalar ishlamaydi, faqatgina kilay bilan, ha? Ha, kafilni kilay yo pena kilayda yopishtiriladi. Ya'ni mana shunaqangi holatda shu ko'rinishda mana oddiy shlaka blok ustiga yopishtirilgan ekan, ha? Ha, bu o'sha birinchi chiqarganlarimizdan sachma. Mana shu yerda bor. Bu shunchaki hech qanaqa usta yopishtirmagan, shunchaki o'zimiz yopishtirib qo'yganmiz penaga. Buni bir sifatini tekshirish holatida bitta osilib ko'rsatay. Bunda hech qanaqa samarez nima yo'q. Oddiy shu pena kilaydi orqasidan. Pena kilayga shunchaki yopishtirilgan. Hattoki so'z isboti bilan yoqib ham ko'rsatgan ekansizlar, ha? Buni yoqib ko'rsatganmiz, ha. Nima Qoringiz bo'lsa qo'ygan hammasini ekan qilib. Bizdan oldin kelgan blogerlar Ha. yani tanishtirgan. Ana endi aka stanoklarni bir boshdan tanishtirib yuboramiz. Sizda bu tomonda stanoklar ham bor ekan. Ha mana xom ashyosini qayerdan topaman degan akalarimizga 2 fura tushirib qo'yibsiz, ha? Hozirgi kunda yaxshi ishlab chiqaryapmiz, shunga ko'proq tushirib oldik. Necha yillik tajriba aka sizda? 3 yillik tajriba. 3 yilda shu holatga yetib keldingiz. Ha. Juda go'zal. Mana trafaretlar deydimi, nima deydi buni? Xo'p, bizda 2 xil komplektimiz bor. 900 dollarlik apparatimiz bor, 1200 dollarlik apparatimiz bor. 900 dollarlikni ichiga рабочий stol, kompressor, mikser, pulsatori, 90 gradus kesadigan, 45 gradus kesadigan reskasi. Shu trafaretdan 3 xil gulda 6 dona bo'ladi. Undan keyin kichkina Versace holatidan 4 dona qo'shib beramiz. Undan tashqari gibki kamenni 50 dan ortiq
gulini chiqarish ham o'rgatib, ham qolipini qo'shib beramiz. Nech puldi ichida? $900 ichida. $900 ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Aloqaga chiqishsin, kelishadi, hammasini o'rganib bo'lgandan keyin O'zlari kelib o'rganib, yotoq sharoitni qilib berasiz, yotoq yeb icharni qilib beramiz, sharoitni qilib beramiz. Necha kunda o'rgatib qo'yasiz, xudo xolasa? Asosiy kelganlar necha kunda o'rganib ketishyapti? Ustachilikdan xabari bor odamlar bir kunda ham o'rganib ketadi. Endi bizga qancha yaxshi o'rganib ketsa, shuncha yaxshi. O'sha 2 kun uzog'i, yo 1 kun, yo 2 kun, yo bo'lmasa men o'rgana olmadim yaxshi desa 3 kun ham qo'limizdan kelgancha sharoitni qilib beramiz, o'rgatib, keyin dastavka qilib beramiz. Mehmonni hurmati ham 3 kun deydi-yu. Bu $900'ligi. Endi $1200'ligiga xuddi shunaqa рабочий stol, kraska sepadigan stolimiz, 45 gradus kesadigan reskalarimiz, kompressor, mikser, pulsatorimiz, shu gulidan 6 xil gulda 12 dona bo'ladi. Gibki kaminni qo'shib beramiz bonusiga. Bundan tashqari farqi обработочный stoli bor buni. Uni aloqaga chiqishsa, uni ham qo'limizdan kelgancha tushuntirib beramiz. Xudo xolasa. Qanday savollar qolib ketdi aka? Har qanaqa savol bo'lsa, o'sha telefon raqamlariga telefon qilishsin. Inshaalloh hammasiga erinmasdan javob beramiz. Xudo xolasa, o'z soqolingizga moqchi ketaveribdi. Agar savol javob qilib, xalq xizmatida bo'lar aka. Xo'p, qadrdonlar, pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik ustakamiz bilan. Endi ustakamizni o'zi manzilni bitta to'shnik qilib chiroyli qilib berasiz. Manzilimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman Qo'g'ay qishlog'i. Kelishsa bemalol yotoq sharoitlari bor. Aloqaga chiqishsin, yotoq sharoitimiz, yeb ichar hamma yo'qda qilib beramiz. Undan tashqari kelishsin, ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab, keyin yana bir fikrlari o'zgaradi inshaalloh. Juda ham go'zal. Akalar, hammalaringga rahmat. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Xomashyolar juda ham bir beme'yor ekan. Sog' bo'lasizlar. Kuzatganlaringiz uchun rahmat.